Aziz do'stlar, ayollar va bolalarga nisbatan tazyiq va zo'ravonlikka qarshi murosasiz muhit yaratish uchun strategik vazifa o'zimizga qabul qildik. Shu haftada yana bir muhim farmonni imzoladim. Endi xotin-qizlar va bolalarga nisbatan har qanday zo'ravonlik va tazyiq holatlariga qarshi qat'iy tizim asosida kurash olib boriladi. Albatta hozir vaqt qisqa, lekin u farmonni o'qigan odam tushunadi. Bu juda katta ong o'zgarayotgan farmon. Adolat paydo bo'layotgan farmon. Ayollarga ta'zir ko'rsatib qo'l ko'targan, yoshlarga qo'l ko'targan endi O'zbekistonda yo ko'chib ketadi, yo majbur bo'ladi qonun asosida yashashga. Agar o'qigan bo'lsalaring, umrbod deb yozib qo'ydim. Hamma yuristlar qarshi bo'ldi, lekin men o'zbek millatida bu bo'lishi mumkin emas dedim. O'zbek mamlakatida, yangi O'zbekistonda ko'p millatli xalqimizga yarashmaydi deb shuni yozib qo'ydim. Shuning uchun qat'iy tizim asosida kurash olib boramiz. Yana bir muhim masalaga to'xtalmoqchiman. Bugungi kunda jazoni ijro etish muassasalarida 2589 nafar ayollar jazo muddatini o'tamoqda. Turli sabablarga ko'ra bilib bilmay jinoyatga qo'l urgan ushbu ayollar ham shu yurtning fuqarolari, ularni ijtimoiy hayotga qaytarish, jamiyatning to'laqonli a'zosiga aylantirish to'g'risida ham jiddiy o'ylashimiz zarur. Jazoni o'tayotgan ayollarning 1239 nafari o'rta ma'lumot, na kasbi bor, na hunari bor. Ularning 443 nafari oliy ta'lim muassasalarida o'qish istagini bildirgan. Bunday xotin-qizlar bilan manzilli ishlash bo'yicha yangi hayot dasturini boshlaymiz. Ichki ishlar vazirligi, kasbiy ta'lim agentligi va bandlik vazirligi bilan jazoni o'tayotgan ayollarning 3-6 oy kasb dasturida o'qitib sertifikat beriladi. Shuningdek, mahkumlarga shu yerning o'zida imtihon topshirish, oliygohlarga kirish va masofaviy o'qish imkonini yaratib beramiz. Kontraktga o'qishga qabul qilinganlarga jazoni o'tab, ishga joylashgandan keyin qaytarish sharti bilan foizsiz sud ajratamiz.